Öyle. 2000 euro so'rayapman. Dollar emas. Hech kim telefon azam ko'tarmaydi. Ana gruppaga chiqmay qo'yadi. Hojiz javob bermay qo'ydi, bir pul so'ramaydi dedi. Hafta oxiri dedi, bu hafta ham o'tyapti. Hojiz javob bermay qo'ydi. Sirazi yo'qolib qolibdi. Gaplashgisi kelmasa, ta'rif so'rang, o'zi yo'qolib ketadi. Aytib bilan yo'qolib ketadi. Kamroq so'rash kerak-da, birdan. Ha, kamroq so'rash sekin yo'qoladi-da. Ha. Ya, sekin yo'qotmoqchimiz yo butunlay yo'qotmoqchimiz. Bozor gaptir. Bitta molni bozorga olib chiqib sot, yo'qoldi. Menmi? Ha, menga qarang, jamda agar to'liq qilmoqchi bo'lsangiz, 50 ming, 100 ming euro so'rang, bo'ldi, o'zi jamshit yo'q. Yo, yer yuzdan topolmaydi. O'zbekistonda Hojakada bilmadim, qanday antenna связь yaxshi emasmi? Telefon qilgan paytda ham gaplashuvmay yotadi. Kimda? Ko'tyuramizda, biza ko'tyuramiz. Bir xil joylar boramiz, mana shu связь bo'lmaydi. Telefonga javob berib turinglar, mana pul yo'q deb qo'yinglar, to'g'ri tushuntirib, ana emas, telefon ko'tarmay, javob bermay, ana qilib yurmanglar yana. Zagratda siz bir 10 ming rubl berib turing, 15 kunga. kartam blok bo'lgan, kartam ishlamaydi men. Bizlarning kartam blok bo'lgan. Nima so'rayapti? Savol unda javob. Naqd pul so'ragi bersangiz tashlayvering. Hozir mana bu jamlish bilan Bahrida pul ko'p, qurilishda ishlaydi. Oylikka qaragan odam. To'g'ridan beri oylik O'lsanda